Qurbon hayiti oldidan o'rtahol oila boshlig'i jonli qolish uchun bozorga bordi. Semiz, chiroyli, ko'nglidagidek qo'yni sotib oldi. Yonidagi og'aynisiga do'stim, keling bu qo'yni uyimga olib bering. Meni zarur ishlarim bor, ulgurmay qolaman dedi. Og'aynisi qo'yni olib do'stining uyi tomon ketdi. Manzilga yetganda do'stining uyi bilan qo'shnisining uyi juda o'xshash bo'lgani uchun adashtirib va Allohning hikmati bilan qo'shnisining uyiga qo'yni tashlab ketdi. Xayolidan ko'tarilib jonliq kimniki ekanligini aytmasdan jo'nab ketdi. U qo'yni bergan manzil ahli juda faqir yashardi. Ey Alloh, qaysidir solih kishining qalbiga solibdi-da, bizga ihson qilibdi deyishdi. Qo'y egasining ayoli qo'shnilarini ko'rib, tavba, bularni o'zi bir ahvolda yashasa, qo'yga qayerdan pul topishdi ekan dedi. Ketishdi. Oila boshlig'i ishdan qaytdi. Farzandlari, ayoli uni odatdagidek kutib olishdi. Uyda qurbonlik shukuhi yo'q edi. Ayolidan do'stim qo'y olib kelish kerak edi, bugun sotib olgandim, qani deb so'radi. Ayoli aytdim-a. Qo'shnilarimiz qo'y olganlarini ko'rdim, do'stingiz o'shalarga tashlab ketibdilar-da. Boring xo'jay, qo'yimizni keltiring dedi. Qo'ysangchi xotin. Ularning farzandlari rosa suyunishgandir. Men qanday qilib ularni quvonchini tortib olay dedi. Ertasi kuni tong otishi bilan u kishi yana bozorga bordi. Qarasa, bir sotuvchi qo'ylarni joylashtirayotgan ekan. Ey Allohim, zor shu kishining birinchi xaridori bo'laydi. Menga arzonroqqa yaxshiroq qo'y bersa deb sekin bora boshladi. Uni oldiga kelganida bilasizmi sotuvchi nima dedi? Yo'lda kelayotganimda qo'ylarim bilan baxtsiz hodisaga uchradik. Allohga shukr, men ham, jonivorlarim ham omon qoldik. Salomat qolganimizning shukronasiga Alloh uchun birinchi kelgan xaridorga eng yaxshi qo'yimni bepul berishga nazr qildim. Qani birodar, tanlang, istaganingizni oling dedi. Haligi kishi subhanalloh, Allohim bunchalar mehribonsan dedi. Ha azizlar, Allohim shu hikoyadagidek saxovat pesha insonlarni o'z panohida asrab, o'zi qo'llab-quvvatlab yuraversin. Qadrdonlarim, Qurbon hayiti barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Yana ko'p oy, ko'p yillar